Hozirgi kunda trendga aylanayotgan Marfus brendining mahsulotlari, ya'ni mana shampuni savol qo'yishibdi. Bitta mana shu 8 grammli shampunimiz qancha chiqadi? Ya'ni qancha ishlatiladi? Nechta boshga yetadi, to'g'rirog'i? Shuni topganlarga surprizimiz bor deyishdi. Mana shu akam. Assalomu alaykum. Bormi haqiqatda shunga surpriz? Bor. Xohlasangiz $50 beramiz. Xohlasangiz $50lik Morsdan sovg'a beramiz. Bemalol javob bilan yozishingiz mumkin. Dubo joydan. Rossiyadamisizlar, mana shu yer shari bor-ku. Mana shu oyog'ingizga tegib turgan bo'lsa, shu yer shariga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Kartga yetkazib bera olmasak, mahsulotimizni karta tashlab olasizlar, pulinglarni tashlab olamiz. Muammosi yo'q. Buni yutishni oson yo'li, yana bitta yo'li, shuni topganinglardan keyin обязательно Marfus Uzga podpiska bo'lgan bo'lishingiz kerak va Barber House Uzga ham albatta kelgan iloji bo'lsa kamida bir 5 ta do'stinglarni belgilab o'tinglar. Chunki hammasi sizlar uchun xizmatda Barber House.